Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilarimiz, shu ayolimiz mana Shukurjo'ra doktorimizga juda ixloslari bor ekan. Shukurjo'ra doktorimizga minnatdorchiliklari bor ekan. Mana bugungi chekishlarimiz mana 17-mart 2026-yil. Mana Ramazon oyida turibmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Shukurjonov akaga kelganmiz katta vrachga. Shu o'g'lim ikkinchi marta kelishim ancha o'zgaryapti. Miyada orqada yoshligiga nisbatan. Diagram shunday qo'yilgan. Shunday qo'yilgan. Yoshga nisbatan Yoshligiga nisbatan orqada. Miyada sudragi bor. Ikkinchi marta kelishim. Sudirishi ham bormi? Sudragi ham bor. Ikkinchi marta keldi, yaxshi ekan, o'zgaryapti o'g'lim. Agar sir bo'lmasa, bu yerga Shukurjo'ra doktorimizga kelmasa oldin qayerlarga borgansiz? Samarqandga borganman. Samarqandga bo'lgan. Natija bo'lmagan. Bugun endi asta-sekin yillar davomida degan. Bu Shukurjo'ra doktorimizga nechinchi kelishingiz oldi? Ikkinchi marta kelishim. Ikkinchi kelishingizda o'zgarish Ancha bilgansiz. o'zgaryapti. Bu mana toza havo sodyaqlarimizni qanaqa, mazalari qanaqa ekan, havolar qanaqa ekan? Yaxshi, zo'r ekan. O'zgaryapti o'g'lim ancha. O'zgarishlar yaxshi. Yaxshi, xudoga shukr, ancha yaxshi. Mana Shukurjo'ra doktorimizda o'zlarida tabiiy kapsulalari bor-da. Tabiiy kapsulalardan qanaqa Abdullohga iste'mol turadi bu? Nevramin degan dori. Nevrorayt. Sabri Behan dori. Sabr malham. Sabri malham dori. Sabr malham. Yanachi? Pankoroniyat degan dori. Pankroid. Pankroid. Shulardan iste'mol qilib turadi. Ancha o'zgaryapti, ancha yaxshi. Siz o'sha o'zgarganini bilgansiz, ona bo'lib, Endi Shukurjo'ra doktorimiz qanaqa minnatdorchiliklaringiz bor? Yaxshi, xudoga shukr, ancha yaxshi. Mana doktorimizga qanaqa minnatdorchiligingiz bor demoqchiman. Rahmat sizga. Ancha o'g'lim o'zgaryapti. Haqiqatdan o'zgarish rostmi yo yolg'onmi? Yo'q, aniq bor. O'zgarish yaxshi, Aniq bor. Harakati ham yaxshi, zo'r. Mana ovqatlanishidan qanaqa Yaxshi. ishlaklari? Yaxshi ovqat Oldin yeydi. qanaqa holat bo'lgan? Unday ko'p yemasdi ovqatlarni. Ancha o'zgaryapti, ovqatlarini yaxshi yeydi. Yaxshi. Mana shu doktorimiz haqiqatdan ko'p insonlarga yordam qilar ekanlar. Yolg'on gapmi? Yo'q, yaxshi, ancha yaxshi. O'zgaryapti. 2 marta ko'rsatdim, yaxshi deyapti. Siz kelganingizda afsus qilasizmi yoki? Yo'q, afsus qilmayman, yaxshi. Yaxshi, doktorimiz. Yaxshi, Chunki ancha. qo'llari ochiq inson. Mana shu doktorimizga mana shu chet davlatlardan ko'ryapsizmi qanaqa bemorlar kelishini? Yaxshi, xudoga shukr, ancha yaxshi ekan. Doktorimiz zo'r-a? Zo'r. Qanaqa endi mana toza havo sodyog'iga bo'yicha qanaqa fikrlaringiz bor? Ancha o'zgaryapti, yaxshi ekan, chiroyli joy ekan. Sharatlari ham yaxshi ekan. Arsizorlarni ko'rdingizmi? Endi Manzara zo'r ekanmi? zo'r ekan. Xudo xohlasa hammani ko'tardi. Bundan ham o'g'lingiz Abdulloh bundan ham zo'r bo'lib, sizni rohatingiz chiqadigan yigit bo'lsin. Hammani ko'tardi. Alloh shifosin bersin. Rahmat.